$15,000 kreditga olsam to'yimga yetsa kerak. Abdullo to'yga qaysi artist chaqirgan edi? Yo, esimda yo. Ne? Yo, o'zi. Undan arzonini chaqirib qo'ymaydimanda. O'zi ikkita ishni ishlab, kontraktini zo'rg'a to'layotgan bo'lsang, artistga balo bormi? Kichkinaroq to'y qil. O'zi menga aytsa, vobshe to'y qilmayman. Odamlar gapiradi-da, meni to'yimga kelgan, ovqatimni yegan, artistlarni zo'rini chaqirib berganman, bizga kelganda ekonom qilibdi. Men kerakmi shu gaplar? Voy, rostdan shunaqa gaplar deb qarzga kirmoqchimisan? $15,000. Tupurib qo'y bunaqa odamlarning gapiga. Hayot saniki-yu, o'zingning hayoting bilan yasha, ularning fikri bilan emas. Kelib sani maslahatingni eshitamanmi? Sen odamlarning gapini vashe eshitmaysan. Nima qilib eshitmasam? Nima qilsam ham odamlar baribir nimadir deydi. Odamlarning gapiga e'tibor bermasdan bosurish kerak. Adamey senga o'xshab xotinimni ko'panlikda lekillatib yurib Instagramga qo'yib bosib yurishim kerak, to'g'rimi? Yoki nomahram qizlar bilan xotinlarning rolini o'ynab vaynlab olib yurishim kerakmi? Bu shunchaki kontent. Sen buni tushunmaysan. Eskicha fikrlashlaring bilan. Ozgina zamonaviy bo'lish kerak. G'orda yashamayapsan-ku. Sen o'zingni vaynlaringni o'zing ko'rganmisan? Qizlarni olib chiqasan, ichib chakishlab, bachkana hazillar qilib yurasan-ku. Shularning hammasi jamiyatda sen sababli oddiy holga aylanyapti, bilasan? Kommentariyalaringni o'qiganmisan? Xotining haqida odamlar nima deb yozayotganini o'qib turasanmi? Yo, erkakliging qanaqa yo'l qo'yadi shu narsaga? Iymoning qanaqchi deydi? Sen zamonaviysan aytganchi. Qoyil lekin. Zamon shunaqa ekan deb diningni ham berib qo'yaverar ekansan-da ya. Men odamlarning gapiga ergashayotgandirman, lekin sen g'irt nafsingga ergashyapsan. Pul kelyapti deb luboy narsani o'zingga o'zing halollab overasan. Nima sen olayotgan kredit halol-a? Yoki to'yinga artistlarni chaqirtirib erkaklar bilan ayollarni bitta joyda likillab o'ynashi halol-a? Iltimos, shishadan yasalgan uyda yashab turib boshqalarga tosh otmagin. Nimadir qilmoqchi bo'lsang, sen ham halol haromga emas, odamlar nima deyishiga qaraysan-ku. Nima qilay unda? Senga o'xshab nafsim aytganini qilib yashashim kerakmi? Qo'ysangchi, ikkalamiz ham bilamiz nima qilish kerakligini. Alloh nima deydi deyishimiz kerak. Allohga ergashishimiz kerak. Odamlar nima deydi deb emas, yoki shunchaki zamonaviy gapda musulmon bo'libmiz. Bilaman. Lekin shuni bilib turib nimaga qilmaymiz? Nima bo'lardi? Sen ham men ham nafsimizga ergashganmiz. Meni nafsim pul, mashhurlikka tortadi. Seni nafsing status, odamlar oldida hurmating tushib ketmasligiga tortadi. Bu uchun ikkalamiz ham dinimizdan kechib kelyapmiz. Arziydimi shu? Keyin qiynalib qolmaymizmi? Buni ham javobini bilasan. Men ham bilaman.